Dada, shu Ihson uyda qilsam bo'lardi. Qana topaman ko'chada miskin inson. Nima boylarni chaqirib o'shalarni to'ydirmoqchimisan? Hozir qiynalganlar yo'q ko'chada ham, hammasi o'ziga to'q. Mashinangni qo'yib piyoda qidir. Qani sen chin ko'ngildan qidirchi chiqmasmikin yo'lingdan? Shuni uyda Ihson qilib qo'ysam ham bo'laverardi, ko'chadan qidirmasdan. Qo'shni ming hijolatda telefon qilyapman-da. Bilasiz, yaqinda qiz uzatyapman. Ana xudolarni sizni ona chiroyli mehmonxonangizda kuzatib olsak maylimi? Xudolar biz orqadan keladigan mehmonlar kulib ketishmasin. O'shanga qo'shnilarkida bo'lsa ham chiroyliroq uyda kuzatinglar bizni deyshodi. Bitta qizim bor, jon qo'shni, qulingiz bo'lay. Shu mehmonxonangizda 2 soatga berib turing. Umid bilan qiz uzatyapman. Qizim ashada talaq qilmasin. Qulingiz bo'laman. O'sha inson topdim shekilli. Assalomu alaykum aka. Aka, assalomu alaykum. Aka eshitib qoldim, to'y qilayotgan ekansiz. Menda bir to'yona bor, chin ko'ngildan. Uka, to'yanading. Biz tanish bo'lmasak, qanaqa to'yana ekan? Ihson aka bu, gaplaringizni eshitdim. Hech kimga yalinmang. O'sha ikki xona uyingizni o'zim chiroyli qilib remont qilib beraman. Xudolarni o'zingiz uyingizda kutib olasiz endi. Qizingiz ham o'zingiz uyingizdan xursand bo'lib chiqasiz aka. Ha? Uka, qanday bo'lar ekan? Aka qo'ying, zo'r bo'ladi hammasi. Yuring. Aka bilasiz, yaqinda sizlardan aboy olib ketib, uyimga yopishtirgandim. Hozir ikki xona uyga xuddi menikidek aboy berishingiz kerak. Bo'ldi aka, qilib beramiz. Aka lokatsiyasini telegramingizga tashab qo'ydim. Chiroyli qilib jo'natib yuborasiz, hisob kitobini oxirida qilamiz. Mana aka, endi uylar qulluq bo'lsin. Ha endi mana Xudo xolisa qudolarni o'zingiznikida kutib olasiz aka. Uka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Menga qarindosh urug'im, ukalarim qilmagan yaxshilikni qildingiz. Mendan qaytmasa, Allohdan qaytsin, uka. Aka rahmat, gap yo'q. Kutganimdan ham zo'r chiqibdi. O'zi sizlarning mahsulotlaring haqiqiy sifatli bo'ladi-da. Endi aka, bu yoq qancha bo'ldi bizdan hisoblab bersangiz? Sizdan aka 1 200 ming so'm bo'ldi. 1 200 ming so'm 10 ta rulon aboyimiz, bitta kliyamiz 100 ming so'mdan. Nima? Adashmayapsizmi aka? Meniki ancha qimmat bo'lgandek. Bizada 30-noyabrgacha aksiya bo'lyapti. Xo'p, siz olgan paytda 200 mingdan baland edi bu aboylar. Hozirgi paytda 120 ming so'mdan qilib qo'ydik mana shu aboylarimizni. Aboy Center do'konimiz Buromatovsk Kalsovoydan o'tganda chap tarafda mo'ljal gaz zapravkani to'g'risida. Hammangizni kutib qolamiz.